Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bizani kuzatib borayotgan bizani eng yaqin qo'llab-quvvat turuvchi obunachilarimiz. Men bugun Toshkent tumanidan uncha uzoq bo'lmagan joyga kelganman. Toshkentda hozir havo rosa isib ketdi. Yoz voqli boshlandi. Ko'rib turibsizlar, Toshkentda hozir masalan 28 gradus issiq bo'lsa, bu joyimiz qaranglar, shabada salqin bo'lib turibdi. Dacha qilib qo'yaman desanglar ham zo'r variant joyga kelganman. Umumiy yer maydoni 6 sotiyni tashkil qilayotgan ushbu xonadonimiz Toshkent tumani Ko'ksaroyda joylashgan. Asfaltla qilib mana beton qilib cho'tki qilib qo'yishgan. Bu joyimiz ancha salqin, menga rosa yoqyapti. Eng zo'r tarafini aytib o'tib ketaman sizlar uchun. Bu joyimizni Toshkentning Liboy shahar Liboy joyidan domila bo'lsa, domilaga ham barter qilaman deyaptilar. Fasatimizni hozir ko'rinishini ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Agar kelib o'tdi yashayman desanglar ham sharoitlari o'rtacha holatda turibdi. Xonadonimizni ko'rib turibsizlar. Mana shu ko'rib turgan Qumshuvodagi xonadonimiz umumiy fasatimiz uzunligi 20 metr bo'pti, ichkariga 30 metr tashkil qilyapti. Ichkari kirib, to'liq ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. Naqd pulga sotib olaman desanglar ham, bu xonadonimizni 65 ming dollar deb narxlayaptilar. Pastda egalari nomerini yozib qo'yamiz, aloqaga chiqib o'zi egalari bilan chiroyli qilib o'zingizlar baraka qilsanglar bo'ladi. Ovqatlanish uchun, o'tirib dam olish uchun alohida joylariga ham ega. Etek qismimizda qaranglar, chiroyli qilib bog' qilib qo'ygan ekanlar. O'zlari uchun ikkita vremyanka qilib bino qilib qo'yganlar. Qaranglar, chap qo'lda, o'ng qo'lda akfa romlardan qo'yib 50% ni bitirib qo'yganman deyaptilar. Endi ozgina puldan muammo bo'lgani uchun hammasini bitira olmayapman deyaptilar. Shahardan agar sizni ortiqcha domingiz bo'lsa, pastda nomerni qoldiramiz, okey, telefon qilib domingizni berib, bu yerda dacha qilib qo'yaman desangiz ham almashib yuboraman deyapti. Endi yashash uchun o'zini alohida ikkita binolariga ega ekan. Qaranglar, ko'rsatib o'tib ketaman sizlarga. Bitta mehmonlar kutadigan o'ng qo'limizda zalimiz bo'pti. Bu yerda gazdan, svetdan muammo yo'q deyapti. Zalimizning sharoitlarini qaranglar, chiroyli, akkuratni qilib qo'ygan ekanlar. Tepsalarni gips kardon qilib qo'ygan ekanlar. O'ng qo'limizda keyingi xonamiz o'zlari uchun alohida yotoqxona. Qaranglar, to'g'ri to'rtburchak shaklida turibdi. Pastda bog'larni chiroyli qilib har xil mevali daraxtlardan ekib qo'ygan ekanlar. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli baraka qilinglar. O'zingizlar ehtiyot qiling.